Trump hökumətinin Xitayni Uyğurlarga irqiy qırğınçılıq yürgüzüş bilan ayblashni o'ylashayotganligi ilgari surildi. İsmini oshkorlamagan 2 nafar hökumət əməldarının siyosiyon to'g'riga oshkorlashicha, Trump hökuməti Xitayning Sharqi Turkistonda Uyğur musulmonlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb atashni o'ylashmoqda. Bu ikki əməldarning aytishicha, hökumət ichki qismidagi xizmatlar dastlabki bosqichda turayotgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Ichki bexatarlik ministrligi va Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining xodimlari bu haqda baholash olib bormoqda. Agar irqiy qirg'inchilik degan so'zni ishlatishga yetarlik o'rtaq tonish hosil bo'lmasa, Trump hukumati uning o'rniga Xitoy rahbarligini insoniyatga qarshi jinoyat yoki milliy tozalash qatorliq boshqa vahshiyliklar bilan ayblashi mumkin. Gollandiyaning Den Haag shahrida Italiya, Gollandiya, Norvegiya, Fransiya va Germaniyani o'z ichiga olgan 5 davlatga rasmiy ziyorat elib berayotgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga qarshi namoyish o'tkazildi. Eng yangi uchurlarga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 25 avgustdan 1 sentabrgacha Yevropadagi 5 davlatni qoplagan Yevropa ziyoratida bo'ladi. Wang'ning bugun, ya'ni 26 avgust Gollandiyaga keladiganligi va tashqi ishlar ministrligida suhbat o'tkazadiganligi to'g'risidagi uchurlarga asosan Gollandiya Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlar ittifoqi tashqi ishlar ministrligi oldida namoyish tashkilladi. Wang'ning Yevropa davlatlari bilan elib borgan suhbatida Uyg'ur, Hong Kong va Tayvan masalalari muzokara qilinganligi ilgari surilmoqda. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoy bu 5 Yevropa davlati bilan bo'lgan munosabatini yaxshilab, ularni Amerikaga qarshi o'zi bilan bir safda turishga ilhomlantirmoqchi. Uyg'ur faoliyatchilar Gollandiya va boshqa Yevropa davlatlarining amaldorlarini Uyg'ur kishilik huquqi va boshqa masalalarda Xitoyning yolg'on so'zlariga ishonmaslikka chaqirdi. Xitoyning Wuhan virusiga qarshi turish nomida Uyg'urlarni uylariga qamab qo'yishi xalqaroning diqqatini tortishga boshladi. Angliya muhofizat gazetining to'g'ri yo'llagan yozma va videolarni asos qilib xabar qilishicha, Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa aholilar Xitoy virusiga qarshi turish bahonasida qo'llariga ko'yzi selinib uylariga qamab qo'yilgan. Shundaqla davolash bahonasi bilan noma'lum bir dora majburiy ishirilgan. To'g'ri yo'llangan videolarda kishilarning balkonlarda turib nola qilganligi va uylarga majburiy qamab qo'yilganligi ifodalangan. Oylab uylarga qamalgan kishilar oxiri ommaviy taratqularda buningga qarshi harakat boshlagan. Amerika hukumati 2017-yili Birma armiyasi tarafidan Arakan shtatida musulmonlarni qirg'in qilishiga qatnashganlarni jazolash va Bengalda panohlangan fuqarolarning bexatar holda o'z zamoniga qaytib kelishiga kafolat qilishni talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus Birma armiyasining Arakan shtatida elib berilgan harbiy harakatining 3-yilligi to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, 740 ming Rohingya musulmonlarining uy makonlaridan ayrilishiga va qo'shni Bengalga panohlashiga majbur bo'lganligini o'ttirib qo'ydi. Ortagus Amerika hukumati bo'lish sifati bilan Birma armiyasi va buddist guruhlarining hujumida hayotidan ayrilgan, yaralangan yoki yurtidan ayrilishga majbur bo'lgan fuqarolarga ko'ngil bo'ladiganligini ta'kidladi. Rossiya, Yevropa ittifoqi va Amerikani Belorusiyadagi saylam to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya, Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'shni davlat Belorusiyaning ichki ishlariga aralashmaslik va jazo yurgizmaslik haqida ogohlantirdi. Rossiya diplomatiya ministrligi e'lon qilgan bayonotda Belorusiyada yuz berayotgan voqealarga qarata Minsk hukumatiga hech qanday siyosiy besim va jazo qo'llanmaslik kerakligini o'ttirib qo'ydi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Steven Begun bu bayonotdan ilgari Moskvada ko'rishib, Belorusiyaning vaziyatini muzokara qilgan edi. Belorusiyada prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi keng ko'lamli namoyish va ish tashlashlar 2 haftadan buyon davomlashmoqda. Yevropa ittifoqi va Amerika 9 avgustdagi saylamda sobiq prezident Lukashenkoning qayta saylanishini qattiq tanqid qildi.